Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda oltin ishlab chiqarish tarixi, O'zbekistonda paydo bo'lishi, ishlab chiqarishning bosqichlari va istiqbollari haqida mavzuyimiz. Demak, bugungi mavzuyimizni asosiy 3 ta qismga bo'lib o'tamiz. Shakllanish jarayonlari, hozirgi holati, ya'ni hozirgi holatda qanday O'zbekiston hududida qanday qilib oltin ishlab chiqarilyapti va qaysi holatdamiz. Va uchinchisi, demak, kelajakdagi rejalar, ya'ni kelajakda qanday bo'ladi, istiqbollar, rivojlanish tarixi bular haqida demak batafsil gapirib berar ekanmiz. Demak, tarixidan boshlaydigan bo'lsak, ishlab chiqarishda dastlab omix temlar bizda demak sanoat ko'rinishida bo'lishigacha bo'lgan tarixda bilamizki, O'rta Osiyoda chorvachilik juda ham rivojlangan. Ot va yilqi shunga o'xshash hayvonlarni ishlab nima qilish, yetishtirish O'rta Osiyoda avvaldan bo'lgan va butun dunyoda ushbu o'sha chorvachilik sohalarida demak hayvonlarni uyga, ya'ni xonaklashtirish boshlangandan boshlab demak omixda yem ham bevosita rivojlanish boshlangan. Demak, omixda yem bo'lib alohida o'sha yem yetishtirish, nima bo'lish, sanoat bo'lib rivojlanishgacha ancha vaqt o'tib ketgan. Bizda ishlab chiqarishimizda demak ishlab chiqarish, sanoatlashish davridan boshlab tarixini o'rganishni boshlaymiz. Demak, bizda dastlab bilamizki, Chor Asiyasi bosib olgandan so'ng bizda yerlarimizda paxta yetishtirish juda ham katta o'sha ahamiyatga ega bo'ldi va O'zbekiston qishloq xo'jaligiga moslashgan, asoslashgan hududga aylantirila boshladi. Va unda bizda ko'proq nima yetishtiriladi? Paxta yetishtiriladi. Paxtada bilamizki, tola olinadi. O'sha tola olish demak maqsadida paxtamizni yig'ib terib olingan hosillarni temir yo'llar kelgan O'rta Osiyoga temir yo'llar yordamida o'sha Rossiyaga chiqarib zavodlariga olib ketishni boshlagan. Bizda o'sha olib ketish davrida keyin olimlar o'ylab ko'rsaki, demak bizda paxtamizni chigitimiz juda ham ko'p foizni egallaydi. Chigitni tashlab ketish va chigitni ajratish uchun demak Rossiyadan chigitlaydigan uskunalarni olib kelib, temir yo'lda o'sha vokzallarga qo'yib chigitlay boshlagan. Chigitlash natijasida demak bizda nima jarab chiqqan? Chigitlar ko'p ajrab chiqqan. Chigitni chiqindi sifatida ajratib tashlashgan. Va chigitlar shu darajada ko'payib ketganki, bundan nima olish kerak? Bu juda ham temir yo'l atroflarida musor bo'lib uyilib ketgan chiqindi sifatida. Endi chiqindini qayta ishlashimiz kerak deb olimlar chigitni o'rganishgan. Chigitni o'rganishganda unda demak moy olish, o'simlik moyi ajratib olish imkoniyati bo'lgan va o'simlik moyini ajratish. O'simlik moyini ajratish natijasida unda chiqindi ajratish. Chiqindi ajrab chiqish demak chiqindi ajrab chiqqandan so'ng uni o'sha ustidagi chigitning qobiq qismi chiqindi bo'lib ajragan. Va uni tarkibini o'rganganda demak bilishganki olimlar omixda yem, ya'ni hayvonlarga, chorvalarga tayyor uglevod, ya'ni tarkibini o'rganishsa hayvonlar uchun tayyor uglevod sifatida foydalanish mumkin bo'lgan. Demak, shundan tarixini bilamizki, demak boshlanishda dastlab sanoat rivojlanishida demak shunday ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan va undan tashqari urush davrida paytlarida juda ko'p korxonalar Rossiyadan O'rta Osiyoga ko'chirilgan. O'rta Osiyoga ko'chirish davrida bizda demak un ishlab chiqarish, yorma ishlab chiqarish, ya'ni non yetishmovchiligi juda ham yuqori bo'lganligi uchun un ishlab chiqarish korxonalarini ham ko'chirib o'tkazishgan. Ko'chirib o'tkazishganda bilamizki, har bitta ishlab chiqarishda o'sha oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda chiqindilar chiqadi. O'sha chiqindilarni qayta ishlash maqsadida demak omixda ham sanoati bizda sanoat darajasida rivojlana boshlagan. Asosan ko'proq bilamizki, un ishlab chiqarish korxonalarining o'zining tarkibiy qismiga omixda ham ishlab chiqarish korxonalari liniyalarini o'rnatishni boshlagan. Demak, bilamizki, demak shundan bilsak bo'ladiki, tariximiz asosan o'sha 1934-yillardan boshlab sanoatlashib, bizning O'zbekiston hududida omixda ham rivojlana boshlagan. Endi bugungi kunga keladigan bo'lsak, bugun mustaqillikka erishganimizdan keyin mustaqillikda don mustaqilligi etib e'lon qilingan va don mustaqilligida bizda ko'proq donimizni o'zimiz qayta ishlashimiz, donimizni o'zimiz yetishtirishimiz, donimizga o'zimiz egalik qila olishimiz degan katta qonunlar chiqdi va
don mustaqilligida chet eldan har qanday donni kirib kelishiga juda ham katta imkoniyatlar yaratildi. Bu o'sha chet eldan xom ashyolarning kirib kelishi va o'zimizda un ishlab chiqarishimizda yana ham sanoatlashib rivojlantirishga olib keldi va bilamizki o'sha sanoatlar yog' moy yoki un ishlab chiqarish rivojlanish boshlangan bo'lsa, albatta ulardan chiqindi, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishdan chiqindi chiqadi. Chiqindilardan olmoqda ham ishlab chiqariladi hayvonlar uchun. Demak, bu o'sha oziq-ovqat mahsulotlari uchun juda muhim bo'lgan omillardan biri. Endi demoqchimizki, bugungi O'zbekiston hududida olmoqda ham ishlab chiqarish juda ham kichik sexlarga rivojlanib ketgan. Olmoqda ham ishlab chiqarishda shu paytgacha bizda granula shakldagi olmoqda hamlar umuman O'zbekiston hududida yo'q edi. Hozir bo'lgan juda ham kam miqdorda bo'lgan, hozirgi kunga kelib juda ham texnologiya rivojlanish natijasida granula shaklida ekstruder usulida olmoqda hamlarni ishlab chiqarish sanoatlashib, O'zbekiston hududida ham juda ham katta rivojlanishlarga yo'l qo'ymoqda va bizda hozirgi kunga kelib ilm-fan rivojlanish natijasida har bitta korxonalarni o'zini o'sha olmoqda ham ishlab chiqarish uchun maxsus ratsionlar asosida olmoqda ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Demak, maxsus ratsion degani hayvonlarni o'sha yoshiga, funksiyasiga qarab olmoqda ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Shu jumladan bilishimiz mumkin, Xovos hududida ham, Yangiyer hududida ham olmoqda ham ishlab chiqarish texnologik liniyalari mavjud. Endi bizda qisqa qilib aytamiz, endi kelajagi haqida. Kelajakda biz bilamizki, dunyo tajribalaridan kelib chiqqan holda O'zbekiston hududida ham kelajakda olmoqda ham ishlab chiqarish uchun katta islohotlar amalga oshirish nimasida kelajagida turibdi. O'sha albatta bizda birinchi navbatda kelajakda olmoqda ham ishlab chiqarishda raqamli texnologiyalarni ishga tushirishimiz kerak. Ya'ni bizda nimalar bor? Bizda asosan demak, bulut tizimidan foydalangan holda mahsulotni o'sha tarkibidagi o'sha tarkibi, uning qayerda ishlab chiqarilgani, uning sifati va uning narxi, uning tashqi ko'rinishi, barcha ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish korxonalarida to'g'ridan-to'g'ri bulut sistemasiga ulanib, demak, ishlab chiqarishni qo'llashimiz mumkin. Bizda keyin global internet o'sha oziq-ovqat xavfsizligini, o'sha dunyo oziq-ovqat hamjamiyatini butun sistemasini raqamlashtirish hozirgi kunda juda ham katta ishlar olib borilmoqda. Xuddi shunday O'zbekistonda ham aynan o'sha raqamlashtirish jarayonlariga bevosita bog'liq va o'sha jarayonlarda qismida desak ham bo'ladi.